Shu orqamda turgan chaynak piyalani oldida rasmga tushmagan andijonlik bo'lmasa kerak. Bu orqamda turgan chaynak piyalar Andijonimizda va milliyligimizda ramzi va ko'rki bo'lib qolgan. Va bu chaynak piyalar qanday qurilgan, qayerdan kelib qolgan, bu hammaga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aynan bu video shu haqida bo'ladi. Siz ungacha Andijonliklar sahifasiga obuna bo'ling. Assalomu alaykum. Bugun aynan orqamizda turgan Bog'shamolda joylashgan chaynak piyalarni qurgan Sirojiddinov Foziljon Hoshitog'a bilan birgaman. Hoshitog'adan aynan shu chaynak piyalarni qurish jarayoni haqida savollarda so'raymiz. Assalomu alaykum. Hoshitog'a yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukr. Bundan oldin kema haqida video chiqardik. Juda ko'pchilik kommentariyalarda yozdi. Aynan shu chaynak piyalarni ham chiqaringlar Bog'shamolda deb. Shuning uchun sizni topdik. Hoshitog'a, bu chaynak piyalar o'zi nechinchi yilda qurilgan? Bu chaynak 97-98 qurilgan. Buni g'oyasi qayerdan kelgan? G'oyasi Andijon o'sh yo'nalishi bo'yicha Ko'tarma degan yer bor. Hop. Xo'jayli rayonida. Ashada kichikroq chaynak piyalar bor edi. Chaynak piyalarni ko'rib, ana bularga. Men ham ma'da samovarchiman. Bu samovarda chaynak piyalar bo'lishi kerak deb mana chaynak piyalarni qurganman. O'zingiz bu yerda mana samovarchi bo'lib ishlagan. Samovarda samovarchi bo'lib ishlab, o'sha g'oya chiqib qolib shu chaynak piyalarni qurganman. Buni qurilishi qanaqa bo'lgan? Buni muhandislik taraflari, hisob kitoblari, qurilishiga ham o'sha karkas qilib, ichidan armaturlar tortib, atrofiga betonlarni baylab, o'z yozuvchi qilib, beton quyib ishlaganman. Buni ichi qanaqa holatda? Bu ichini ham nimadir ideya bo'lganmi buni ichiga ham? Ichi kurugli stol, odam o'tiradigan, o'rtada ovqat yeydigan joy bor. Bir 5-6 ta odam bemalol o'tirib, ovqatlanib, gaplashib o'tirsa bo'ladi degan ichi. Demak, ichkarisi ham chiroyli holatda bo'lgan shu paytda. Shu paytda chiroyli holatda bo'lgan. Tushunarli. Bo'yashlari-chi, buni o'zingiz chizganmisiz? Paxta gullarini mana chiroyli turibdi. O'zim chizganman. O'zingiz chizgan. Vaqtli paxta gulli chaynak piyalarda uncha yetib kelmadi, yangi chiqqan edi paxta. O'sha Andijondan olib kelib paxta gulli chaynaydi. Shuni chaynak piyalarni qo'yib, shuni qo'yib, ashiga qarab chizganman. O'zim chizganman. O'zingiz noldan o'zi chizgan. Foziljon Hoshitog'a, rahmat sizga. Intervyu berganingizga, bu haqida informatsiyalar berganingizga obunachilarimiz ham albatta xursand bo'ladi. Sizga rahmat katta. Sizlarga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qadr qilib mana tarixni o'ylab, shularda olibsizlar. Sizlarga ming rahmat. Rahmat Hoshitog'a. Sizlar bo'ladigan bo'lsa, ushbu videoni albatta shu orqamizda turgan chaynak piyalarning oldida rasmga tushgan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar.